Dushman kelin 118 qismda pul, to'y va oilaviy mojarolar hali bosilishga ulgurmay turib, eski bir yara yana ochilishi mumkin. Ba'zan eng qo'rqinchli narsa sobiq insonning qaytib kelishi emas, balki bugungi inson o'tmish aslida hech qachon yo'qolmaganini anglay boshlashidir. Menimcha, Hoshimjon va Sevara bilan bog'liq voqealar avvalgi qismlardan butunlay boshqacha hissiyot olib keladi. Bu yerda tahdidlar yo'q, qarzlar yo'q, pul ustidagi tortishuvlar ham yo'q. Lekin aynan mana shunday mojarolar odamni eng uzoq vaqt og'ritadi. Chunki bu savolga javob topish juda qiyin. Bugungi muhabbat rostmi yoki kechagi insonni unutish uchun tanlangan yo'lmi? Shuncha voqealardan keyin Hoshimjon o'zgarishga urinayotgandek ko'rinadi. U Sevaraga ko'proq e'tibor bera boshlaydi, holidan xabar oladi, uning yonida ko'proq vaqt o'tkazadi. Tashqaridan qaraganda bu yaxshi alomatdek tuyuladi. Go'yo bir erkak yonidagi ayolning qadriga yetishni boshlayotgandek, lekin hissiyot har doim ham harakat bilan bir xil bo'lavermaydi. Sevarani ranjitayotgan narsa Hoshimjonning yomon munosabati emas. Aksincha, aynan shu kutilmagan mehr uni bezovta qiladi. Ba'zan inson e'tibor ko'radi, lekin baribir yolg'izlikni his qiladi. Chunki uning ichida ketmaydigan bir savol paydo bo'ladi. U meni sevayaptimi yoki o'tmishda qilgan xatolarini to'g'rilashga urinayaptimi? Menimcha, Sevara bu paytdan boshlab Hoshimjonning qilayotgan ishlarini emas, ularning ortidagi hissiyotlarni kuzata boshlaydi. Kichkina sovga bir ogiz hol so'rash gamxo'rlik ba'zan muhabbatdan ko'ra majburiyatga o'xshab ketadi. Va ko'pincha ayollar buni erkaklarning o'zidan ham oldinroq sezadi. Aynan munosabatlar shu qadar nozik holatda turgan paytda Marjona qaytib keladi. Kuchli ayol sifatida emas, bahsga tayyor odam sifatida emas, eng zaif ko'rinishida. Va mana shu eng xavfli tomoni, agar Marjona qaytib kelib, kimnidir tortib olishga urinsa, hamma ehtiyot bo'lardi. Ammo qayg'uli ko'zlar, past ovoz va bir vaqtlar og'rigan insonning qiyofasi bilan qaytgan odamga nisbatan achinish hissi aqlning o'zidan ham oldinroq paydo bo'ladi. Hoshimjon balki avvalgidek Marjonani sevmayotgandir. Lekin bu uning ichida hech qanday tebranish yo'q degani emas, chunki muhabbat bilan xotira bir xil narsa emas. Ba'zi insonlar bor, biz ular bilan yana birga bo'lishni istamaymiz, lekin baribir ularning azob chekayotganini ko'rishga ko'nglimiz chidamaydi. Menimcha, aynan shu rahm hissi Sevaraning ichiga qo'rquv soladi. Bu orada vaziyatdagi imkoniyatni hammadan tezroq ko'radigan inson matluba bo'ladi. U katta reja tuzishi ham shart emas. Bir nechta gap kifoya, faqat Sevara keyin kelganini eslatish kifoya, faqat Marjona bilan Hoshimjonning o'tgan kunlarini yodga solish kifoya. Bunday gaplar suvga tashlangan kichkina toshga o'xshaydi. Darrov katta to'lqin qilmaydi, lekin aylanib bo'lib uzoqqa tarqaladi. Eng noqulay tomoni shundaki, matluba aytayotgan gaplarning hammasi noto'g'ri bo'lishi shart emas. Mana shu narsa yanada og'ir, chunki Hoshimjon bilan Marjonaning o'tmishi haqiqatan ham bo'lgan, ularning xotiralari ham rost. Lekin bir inson shu xotiralarni qayta tilga olaversa, o'tmish endi oddiy xotira bo'lib qolmaydi. U bugungi kun ichida yashay boshlaydi, keyin navbat adolatga keladi. U tasodifan juda kichik bir narsani ko'rib qoladi. Eski buyum, balki surat, balki maktub, balki sovg'a, yoki shunchaki Marjona bilan bog'liq biror narsa. Muhim joyi buyumning qadrida emas, muhim joyi Hoshimjon uni haligacha saqlab yurganida. Ba'zan eski bir buyum yangi sevgi izhoridan ham qo'rqinchliroq bo'ladi. Chunki u xotiraning bir bolaga hech qachon yig'ishtirib qo'yilmaganini ko'rsatadi. Adolat shubhalana boshlaydi va inson bir marta shubhalana boshlasa, hamma narsaga boshqacha qaraydi. Hoshimjonning Marjona uchun xavotiri boshqa ma'no ola boshlaydi. Uning sukutlari ham e'tiborga tushadi. Gap orasidagi juda qisqa pauzalar ham odamlarni o'ylantirib qo'yadi. Menimcha, bu qism juda sekin rivojlanishi kerak.
baqir-chaqir shart emas, ko'z yosh ham shart emas, faqat Sevara shu mayda o'zgarishlarni ko'rib borsa kifoya, chunki ba'zi o'g'riqlar xiyonatdan kelmaydi, ular o'rningni boshqa birov egallab qolishdan qo'rqishdan keladi. Haqiqiy cho'qqi esa Sevaraning Marjona bilan yuzma-yuz gaplashishga qaror qilganida keladi. Va menga bu mojaroning eng yoqadigan tomoni shuki, u soch tortishish yoki baland ovozli janjalga aylanmasligi kerak. Aksincha, Sevara qancha xotirjam bo'lsa, shuncha kuchli ko'rinadi. U yig'lamaydi, yalvarmaydi, ayblamaydi. Faqat Marjonaning qarshisida turib, hamma ichida yurayotgan savolni beradi. Qaytib kelishingizga sabab uni hanuz sevishingizmi yoki uning men bilan baxtli bo'lishini ko'rolmayotganingizmi? Bu shunday savolki, undan qochib bo'lmaydi. Agar Marjona ha, sevaman desa, hammasi portlaydi. Agar u qat'iy inkor qilsa, hamma ham ishonavermaydi. Agar u jim qolsa, ba'zan jimlikning o'zi har qanday javobdan qo'rqinchliroq bo'ladi. Meni bu qismda eng qiziqtirayotgan narsa Hoshimjon kimni tanlashi emas. Balki u Sevara nimadan qo'rqayotganini haqiqatan ham tushunadimi, yo'qmi? Chunki ko'p erkaklar uchun xiyonat qilmaslikning o'zi yetarlidek tuyuladi, lekin ayollar uchun ba'zan bundan ham muhimroq narsa bor. Ular o'zini birinchi o'rinda his qilishni istaydi, xotiralardan keyin emas, rahm-shafqatdan keyin emas, o'tib ketgan kunlardan keyin emas. Agar Hoshimjon Marjonaga bo'lgan achinish hissi bilan Sevaraga bo'lgan muhabbat orasida tebranib yuraversa, oxir-oqibat ikkisini ham yo'qotishi mumkin. Agar u avvalgidek yana jimlikni tanlasa, aynan o'sha jimlik Sevara eshitishni istamaydigan javobga aylanadi. Menimcha, 118 qism juda sokin, lekin og'ir bir lahza bilan tugashi mumkin. Sevara Marjona bilan suhbatdan keyin ketadi. Marjona esa ortda qoladi, uning ko'zlarida nima borligini tushunish qiyin bo'ladi. Hoshimjon esa birinchi marta shuni anglaydi. Inson oldinga yurishni xohlashi bilan 60 ozozdan yo'qolib ketmaydi. Ba'zi xotiralar juda uzoq vaqt uxlab yotgandek ko'rinadi, lekin bitta inson qaytib kelishi kifoya. Va hammasi yana boshidan boshlanadi. Hoshimjon, Sevara va qaytib kelgan 60 soyasidan keyin, menimcha, hikoya tomoshabinni juda galati bir hissiyotga olib kiradi. Eski inson ba'zan katta ish qilishi shart emas. Faqat kerakli paytda paydo bo'lsa bo'ldi. Hozirgi tinchlikning o'zi buzilib ketadi. Robiyaning hikoyasiga kelganda esa bu hissiyot yanada og'riqli bo'ladi. Chunki u hech narsani ko'rmaydi, lekin yuragini sindirib yuborishi mumkin bo'lgan gaplarni eshitadi. Komilning uyida hammasi juda soxta sokinlik bilan boshlanishi mumkin. Robiya xonada yotadi, go'yo uxlab qolgandek. Aslida esa u uyg'oq. U endi so'rashni ham xohlamaydi, tanish tasalli gaplari bilan yupatilishni ham istamaydi. U jimlikni tanlaydi, uxlayotgandek ko'rinadi, faqat o'zi gapirmaganda Komil bilan Gulbahor bir-biriga nima deyishini eshitish uchun. Bu o'ziga xos, juda og'ir og'riq. Bir ayol o'z uyida haqiqatni bilish uchun uxlayotgandek ko'rinishga majbur bo'lsa, demak ishonch allaqachon joyida turmay qolgan. Robiyaga katta dalil kerak emas. U faqat yuragini tinchlantiradigan, yetarlicha aniq, yetarlicha rost bir gapni eshitishni xohlaydi. Lekin u qancha kutsa, o'zi eng qo'rqayotgan joyga shuncha chuqurroq kirib boradi. Gulbahor gapni birinchi boshlashi mumkin. Bu na ig'vo bilan, na birovni ataylab ranjitish niyati bilan bo'ladi. Balki u ham yillar oldingi voqeani go'yo hech narsa emasdek ko'rsatishdan charchagandir. Va bir zaif lahzada u Komilga o'sha paytda o'zi ham unga ko'ngil qo'yganini tan oladi. Bu gap Gulbahor uchun kechikkan bir haqiqat bo'lishi mumkin. O'tib ketgan narsa, ichida qolgan ozgina armon. Ammo Robiya eshitib qolsa, bu endi eski gap bo'lib qolmaydi. Bu uning ichida uzoqdan beri bosib turgan barcha shubhalariga javobga aylanadi. Komil buni eshitgach, albatta sarosimaga tushadi. U gapning davom etishini istamaydi.
U Gulbahordan eski voqealarni boshqa tilga olmaslikni so'raydi. Ayniqsa Robiya hozir juda ta'sirchan holatda ekanini aytadi. Tashqaridan qaraganda bu o'rinli ogohlantirish. Lekin Robiyaning quloqiga bu butunlay boshqacha eshitiladi. Demak, rostdan ham eski gap bor, rostdan ham hislar bo'lgan. Faqat hamma uni undan yashirishga urinmoqda. Komilning og'ir joyi shundaki, u keraksiz narsani to'xtatyapman deb o'ylaydi. Ammo uning to'xtatish usuli bu voqeani yanada sirga o'xshatib qo'yadi. U qancha bu haqda gapirma desa, yashirin eshitayotgan odam shuncha qo'rqinchli narsaga tegib qo'ygandek bo'ladi. Ba'zan bas, boshqa aytma degan gap tan olishning o'zidan ham ko'proq og'ritadi. Tashqarida esa Komri tasodifan gapning bir qismini eshitib qoladi. Uning fe'lini bilamiz, yarim gapni eshitsa, qolgan yarmini tasavvuri to'ldiradi. U boshidan oxirigacha eshitmaydi. Komil oldin nima deganini bilmaydi. Gulbahor bu gapni yopish uchun aytyaptimi yoki yana ochish uchunmi, tushunmaydi. Ammo unda shubha allaqachon bor, shuning uchun quloqiga kirgan har bir narsa yomon tomonga o'gadi. Keyin Komri buni Umirxonga aytadi. To'g'ridan to'g'ri yolg'on to'qimasligi mumkin, lekin oz his qilgandek aytadi. His esa ba'zan juda xavfli bo'ladi. Bir gapning ohangi ozgina o'zgarsa, bitta nigoh qo'shilsa, bitta sukunat olib tashlansa, haqiqatning shakli buziladi. Gulbahorning bir paytlar Komilga ko'ngli bo'lganidan, ikkalasi hali ham bir-birini unutmagan degan gap paydo bo'lishi mumkin. Umirxon ham buni eshitgach tinch turolmasa kerak. U Komriga shoshilib gapirma deb aytmoqchi bo'lishi mumkin, lekin ichidan o'zi ham tortilib ketadi. Chunki boshidan beri Gulbahorning kelishi juda nozik masala edi. Eski ayol, kasal xotin, har safar so'ralganda dovdirab qoladigan bunday vaziyatda boshqalarga ko'p o'ylama deyish juda qiyin. Bu orada Robiya hali ham jim yotadi. Menimcha, bu qismni juda sekin berish kerak. Uni darrov o'rnidan turgizib yubormaslik kerak. U har bir gapni, har bir nafasni, Komil bilan Gulbahor orasidagi har bir pauzani eshitsin. Hech kim uning uyg'oqligini bilmaydi. Hech kim tushunmaydi. Har bir so'z uning yuragida kesik bo'lib qolmoqda. Gulbahor bu hammasi o'tganini aytishi mumkin. Komil hozirgi kun muhimroq deb javob berishi mumkin. Ammo Robiyada endi keyingi so'zlarni eshitishga kuch qoladimi? Yurak birinchi gapdan jarohat olgan bo'lsa, kechikkan izohlar ko'pincha unga yetib bormaydi. Bu eshitib qolishning eng alamli tomoni. Odam ko'pincha haqiqatning hammasini emas, aynan o'zini og'ritadigan parchasini eshitadi. Va o'sha og'riqli parchadan butun bir voqeani o'z xayolida qurib oladi. Robiya uchun bu voqea shunday bo'lishi mumkin. Gulbahor Komilni sevgan, Komil buni bilgan, hamma esa uni zulmatda saqlashga urinmoqda. Eng yuqori nuqta kutilmaganda kelishi kerak. Komil bilan Gulbahor Robiya hali uxlayapti deb o'ylashadi. Komri esa allaqachon bu gapning boshqa bir shaklini aytib bo'lgan. Umirxon xavotirga tushgan. Aynan Komil Robiya bularni ko'proq bilmasligi kerak degan paytda, u ularning ortida paydo bo'ladi. U hech kimning yuzini ko'rmaydi, ammo yetarlicha eshitgan bo'ladi. Shuning o'zi kifoya. Robiya u yerda turadi, balki bir qo'li eshik tutqichida. Ovozi juda past bo'lishi mumkin. Baqirish kerak emas. Uzoq ayblov ham shart emas. Bitta qisqa gap xonani sovutib yuboradi. Demak, bu uyda hech narsani bilmaydigan odam faqat men ekanman. Komil uchun bu gap har qanday ayblovdan og'irroq zarba bo'ladi. Chunki u xotiniga xiyonat qilishni xohlamaganini biladi. Lekin u shuni ham inkor eta olmaydi. U Robiyadan juda ko'p narsani yashirdi. Uni og'ritmaslik uchun yashirdi, ammo aynan shu yashirish uni yanada shafqatsizroq og'ritdi. Gulbahor bu paytda qotib qolishi mumkin. U otib ketganini tushuntirmoqchi bo'ladi.
Lekin Robiya uchun Gulbahorning izohi eng qiyin eshitiladigan narsa bo'ladi. Chunki gapning rost-yolg'onida emas, gapirayotgan odamning o'zi. Robiya o'z o'rnini egallab olayotgandek his qilayotgan ayol, agar Komri qaytib kelib, hammasi buzilib ketganini ko'rsa, u boronni kattalashtirishda o'zining ham hissasi borligini tushunadi. Lekin bu paytda kechirim so'rash ham qutqara olmaydi. Chunki sir parchalanib tashqariga chiqqach, u avvalgi shaklida qolmaydi. Uni har kim qo'liga olib boshqacha aytishi, qo'shishi, kamaytirishi va ishtirokchilarni yanada ko'proq og'ritishi mumkin. Umirxon esa agar shu holatga guvoh bo'lsa, ehtimol hammadan ham jimroq turadi. U ayol sifatida bir narsani tushunadi. Ba'zan nikohni uchinchi odam emas, er-xotinning bir-biriga haqiqatni ayta olmay qolishi yemiradi. Juda uzoq yashirilgan qo'rquv oxir-oqibat hech kim yecha olmaydigan shubhaga aylanadi. Bu lahzadan keyin Robiya darrov yig'lamasligi mumkin. U bir qadam ortga chekinadi, go'yo o'zi eshitmasligi kerak bo'lgan joyga kirib qolgandek. Ammo aslida bu uning uyi, uning eri, uning hayoti. Va aynan mana shu hissiyot eng og'ir. U begona emas, lekin eng oxirida bilgan odamga aylandi. Menimcha, bu bo'lim juda kichik bir dim, ya'ni og'ir iz bilan tugashi kerak. Robiya ortiga burilib ketadi, hech kimning yordamiga suyanmaydi. Komil uning ismini chaqiradi, lekin u to'xtamaydi. Gulbahor joyida qotib qoladi. Birinchi marta kechikkan tan olish o'zi o'ylaganidan ko'proq narsani sindirishi mumkinligini tushunadi. Hovlida esa gap allaqachon boshqa ogizlar orqali tarqala boshlagan bo'ladi. Robiyaning yuragida esa har bir tovush u hanuz kutayotgan yorug'likdan ham o'tkirroq bo'lib qoladi. Ba'zi voqealar mish-mish holida qolib turganda, odam hali o'zini aldashi mumkin, hali bunchalik jiddiy emasdir, deb. Ammo Robiya hammasini o'z qulog'i bilan eshitganidan, Komil va Gulbahorning ortida turganidan keyin, bu uyda endi yarimta izohlarga joy qolmaydi. Shu nuqtadan boshlab sirlar birin-ketin emas birdan, kuchli yomg'irdek yog'ila boshlaydi. Uchta oila esa bunga tayyor bo'lmaydi. Robiya baland ovozda janjal qilmaydi. U o'sha payt hech kimning qo'liga suyanishga ham muhtoj emasdek ko'rinadi. Aynan uning jimligi Komilni qo'rqitadi. Chunki odam hali baqirayotgan bo'lsa, demak uni eshitishlarini xohlaydi. Ammo Robiya endi tushuntirish kutadigan bosqichdan o'tib ketgandek. U o'zini hamma haqiqatni biladigan, faqat o'zi zulmatda qoldirilgan joydan olib chiqib ketmoqchi bo'ladi va u uydan chiqib ketadi. Bu oddiy bir lahzalik qaysarlik emas. Bu o'z hayotida o'z joyini ko'rmay qolgan odamning oxirgi harakatiga o'xshaydi. Robiya yo'lni aniq ko'rmaydi, lekin baribir yuradi. Eng qo'rqinchlisi, uning hech qanday rejasi yo'q. U faqat ranjish, uyat va juda uzoq vaqt boshqalar uning o'rniga qaror qilgan degan hissiyot bilan chiqib ketadi. Komil buni bilganda, albatta, haqiqiy vahimaga tushadi. Endi u xotinini yupatish uchun ovozini muloyim tutishga urinayotgan erkak emas. U Robiyaning ismini chaqiradi, uyning hamma joyini qaraydi, hovliga yuguradi, har bir tor yo'lni tekshiradi. Menimcha, aynan shu onda u tushunadi, haqiqatni yashirish xotinini yonida olib qolmaydi. Aksincha, uni yanada xavfli holatda uzoqlashtirib yuboradi. Gulbahor ham chetda qola olmaydi. U men hech kimni ranjitmoqchi emasdim deb aytishga urinsa ham, uning paydo bo'lishi bu yoriqning bir qismiga aylangani haqiqat. U hozirgina aytgan tan olishi uchun o'zini ayblashi mumkin. Lekin o'zini ayblash Robiyani topib bermaydi. U birga izlashga majbur bo'ladi yoki hech bo'lmasa uydagilarning ayblovga to'la nigohlariga chidashi kerak. Komri esa boshqa yo'l bilan vahimaga tushadi. U eshitib qolgan gaplari, keyin aytib bergan so'zlari, Robiyani himoya qilmoqchi bo'lib qilgan taxminlari hammasi chitu, yangasini ko'chaga chiqarib yuborgan bo'lishi mumkinligini tushuna boshlaydi.
Aybdorlik hissi uni yanada ko'p gapirtiradi, yanada chalkashtiradi, hatto boshqalarni ham asabiylashtiradi. Olovni yoqishni yaxshi biladigan odam ba'zan olov juda tez yoyilishini o'ylamaydi, Sobir darhol qidiruvga tortiladi. U o'z uyidagi ishni hal qilib ulgurmagan, hovlida ortidagi odamlarni oxirigacha aniqlamagan paytda akasining uyida portlash yuz beradi. Bir tomonda Robiya notinch ahvolda yo'qolgan. Boshqa tomonda esa qizining telefoni har qanday daqiqada yangi tahdid bilan jiringlashi mumkin va aynan shu paytda hovlidagi qo'ng'iroq keladi. Endi xabar emas, yengil eslatma ham emas, bu qo'ng'iroq uning rangini oqarib yuboradi. Qarz talab qilayotganlar vaqt tugaganini, pul hoziroq kerakligini, aks holda o'zlari kelishini ochiq aytishlari mumkin. Holida buni eshitib qoli titraydi, onasiga qaraydi, otasiga qaraydi, yana yashirish kerakmi yoki hammasini aytish kerakmi, bilmay qoladi. Tuzoq eng shafqatsiz joyga keladi. Oila allaqachon sarosimada turgan paytni tanlab, yana qattiqroq siqadi. Umirxon ikki qo'rquv orasida qoladi. U Robiyaning ko'chada biror narsaga uchrashidan qo'rqadi, lekin qizining ham uy ichida tashqaridagi odamlar tomonidan qo'rqitilayotganidan dahshatga tushadi. Ona bu paytda kimning ortidan yugurishni, kimni ushlab qolishni, kimni avval qutqarishni bilmaydi. Ichaotro, katta cho'qqi shu yerda bo'guvchi tus oladi. Hech kimda sevgan hammasini bir vaqtda ushlab qoladigan qo'l yetmaydi. Sobir holidagi baqirishi mumkin edi, lekin bu safar gazab ichiga yutiladi. Uning tanbeh berishga vaqti yo'q. Tarbiya qilishga ham vaqti yo'q. U faqat Umirxonga eshikni qulflashni, qizini uyda ushlab turishni aytadi va Robiyani qidirishga yuguradi. Lekin uning boshida yangi yoriq paydo bo'lgan bo'ladi. Agar bugun kechqurun Xolidaning ishini hal qilmasa, ertaga ular haqiqatan ham kelishi mumkin. Boshqa tomonda Zarina va Nodirning hikoyasi ham tinch qolmaydi. Sinovlar, baholashlar, qolipga solinishlardan keyin Zarina endi shunchaki xafa bo'lib qolmaydi. U shart qo'yadi. Agar Nodir uning yonida turishga jur'at qilmasa, to'y vaqtincha to'xtatilishi kerak. Bu sevishni bas qilgani uchun emas, u birinchi kundanoq o'zini o'zi himoya qilishga majbur bo'ladigan nikohga kirishni istamagani uchun, bu Nodirning eng zaif joyiga tegadi. U doim o'z muhabbati yetarlicha aniq deb o'ylagan. Ammo Zarinaga harakat kerak, chegara kerak, oilasiga u hamma xohlagancha sinaydigan odam emas deb aytadigan Nodir kerak. U to'yni kechiktirishni aytganda, bu oddiy araz emas. Bu kech bo'lmasdan o'zini asrashning yo'li. Hafiza va Norgul buni obro'ga urilgan zarba deb ko'rishi mumkin. Ammo ular qancha ko'p nomus va obro' tomondan o'ylashsa, Nodirni Zarinadan shuncha uzoqlashtirishadi. Agar u yana jim tursa, Zarina kelajakda bu oilada yonida hech kim turmasligini tushunadi. Buni bir marta tushunganidan keyin esa ishonchni avvalgidek qaytarish juda qiyin. Shu bilan birga Sevara tomonda ham boshqa bir haqiqat ochiladi. U Marjonaning qaytishi butunlay tasodif emasligini bilib qoladi. Kimdir uni chaqirgan yoki hech bo'lmasa 60ning hozirgi hayotga kirib kelishi uchun sharoit yaratgan. Bu hammasini o'zgartiradi. Agar Marjona o'zi qaytgani, hali ham ko'nglida nimadir borligi uchun kelgan bo'lsa, bu bir xil og'riq. Ammo agar ortida kimdir turgan bo'lsa, Sevara faqat eski muhabbat bilan emas, ataylab qurilgan o'yinga ham tortilgan bo'ladi. Matluba tomoshabinda birinchi shubha uyg'otadigan ism bo'lishi mumkin. U 60dan foydalanib, Sevaraning o'rnini zaiflashtirishni yaxshi biladi. Agar u rostdan Marjonani chaqirgan bo'lsa, buning ortida faqat kimgadir achinish yoki kimnidir sog'inish bo'lmaydi. Bu hammasini o'zi xohlagan tartibga qaytarish istagi bo'lishi mumkin. Uning ko'zida Sevara keyin kelgan odam. Keyin kelgan odam esa ko'pincha eng oson surib chiqariladigan odam bo'ladi. Hoshimjon buni bilganda yana bir zarba qarshisida qoladi.
U endi faqat Marjonaga nisbatan ichida nimadir qolmaganini aytishi kerak emas. U o'zining ikkilanishidan kimdir foydalanib Sevarani og'ritayotganini ham ko'rishi kerak. Agar u yana bir lahza kechiksa, eng ko'p og'riydigan baribir unga ishonishga urinayotgan qiz bo'ladi. Bu parchalarning hammasi bitta kun ichida sodir bo'ladi. Robiya yo'qoladi. Holidaga tahdid qilishadi. Zarina to'yni kechiktiradi. Sevara esa 60 kimdir tomonidan chaqirilganini biladi. To'rtta voqea go'yo alohida, lekin bitta joyda kesishadi. Odamning o'rniga boshqalar qaror qilaversa, bir kuni u baribir o'z ovozini qaytarib oladi. Yakuniy zarba Robiyaga qaytishi kerak. Tartibsiz qidiruvdan keyin Komil, Gulbahor, Qomri va Sobir nihoyat uni katta yo'l yaqinida topishadi. Bu manzara tomoshabinning yuragini qisib qo'yadi. Yo'lni aniq ko'rmaydigan, zaif, ranjigan ayol mashinalar o'tadigan joy yaqinida turibdi. Yana bir oz kechiksa, hammasi qaytarib bo'lmas bo'lishi mumkin edi. Komil birinchi bo'lib yugurib boradi. Balki uni quchoqlamoqchi, kechirim so'ramoqchi, hammasini bir nafasda tushuntirmoqchi bo'ladi. Ammo Robiya unga ko'p gapirishga imkon bermaydi. U endi boshqalar uning nimani bilishi, nima qilishi, qancha chidashi kerakligini belgilaydigan ayol emas. U juda sokin, lekin hammani jim qoldiradigan bir gap aytadi. Bugundan boshlab hech kim mening hayotim o'rniga qaror qilmasin. Bu gap faqat Komilga qaratilmaydi, bu Gulbahorga ham tegadi. 60ni bilmagan holda yana olib kelgan ayolga, Qomriga ham tegadi. Xavotir nomidan gaplarni buzib yuborgan odamga, haqiqatni yashirishni himoya deb bilgan butun oilaga ham tegadi. Va qaysidir ma'noda bu boshqa hikoyalarga ham tarqaladi. Holida o'zi kirgan tuzoq bilan yuzlashish kerak. Zarina to'ydan oldin o'z chegarasini qayta belgilaydi. Sevara esa boshqa odamlarning 60i uning o'rnini belgilashiga endi yo'l qo'ymaydi. Menimcha, bu katta cho'qqi to'g'ri ritmda berilsa, juda kuchli chiqadi. Chunki u bitta zarbaga tayanmaydi. Bu bir vaqtning o'zida bir nechta yoriqning ovozi. Har bir qahramon bitta xom xayoldan ayriladi. Komil jimlik himoya deb o'ylashdan ayriladi. Sobir faqat qattiqqo'llik bilan bolani asrash mumkin degan fikrdan ayriladi. Nodir sevgi o'zi yetarli degan ishonchdan ayriladi. Hoshimjon 60 eslanmasa, o'zi yopilib ketadi degan xayoldan ayriladi. Robiyaning gapidan keyin hamma o'sha yerda turib qolishi mumkin. Hech kim oldinga yurishni ham, ortga chekinishni ham bilmaydi. Orqada katta yo'ldan mashinalarning ovozi kelib turadi. Shamol yengil esadi. Endi hech kim yiqilmaydi, hech kim baqirmaydi. Ammo shu lahzadan boshlab Robiyaning o'rni o'zgargan bo'ladi. U hali yorug'likni ko'rmayapti, lekin birinchi marta o'z hayotiga o'zi qarash huquqini qaytarib oladi. Dushman kelin 118 qismning butun prevyusiga qaraganda. Menimcha, bu shunchaki ko'p voqeali qism emas. Bu har bir qahramonni uzoq vaqtdan beri chetlab kelayotgan narsasi bilan yuzma-yuz qo'yadigan qism. Robiya faqat ko'zlari hali tuzalmagani uchun og'rimaydi. U o'zidan juda ko'p haqiqatlar yashirilganini sezgani uchun ham ichidan sinadi. Komil sukut saqlashni himoya deb o'ylaydi, lekin aynan shu sukut xotinini yanada chuqurroq jarohatlaydi. Boshqa tomonda, Xolidaning hikoyasi tomoshabinni juda hayotiy tarzda sergak torttiradi. Kichkina o'yin, bir necha bor yutish, kattalardan aqlliroqman degan ozgina xayol va keyin hammasi qarzga, tahdidga, butun oilani xavf ichiga tortadigan qo'rquvga aylanadi. Sobir bilan Umirxon endi faqat qizini ko'yishi emas, o'zlariga ham savol berish kerak. Biz farzandimiz yiqilib borayotganini qachondan beri ko'rmay kelganmiz. Nodir va Zarina uchun esa to'y quvonchli voqea bo'lishi kerak edi, lekin u gurur va hurmat sinoviga aylanadi. Zarina kelin bo'lishdan qo'rqmaydi, u ovozi qadrlanmaydigan uyga qadam qo'yishdan qo'rqadi.
Uning Nodirga bergan savoli ko'plab ayollar yuragidan otgan savolga o'xshaydi. Agar bugun meni himoya qilmasangiz, keyin men kimga suyanaman? Keyin Sevara, Hoshimjon va Marjona bor. Bu og'riq jimroq, lekin yuki yengil emas. O'tmish shovqin bilan qaytmaydi, lekin hozirgi hayotni larzaga solishga yetadi. Sevara ko'z yosh bilan kurashmaydi, yolvorib ham turmaydi. U faqat Marjonaga tik qarab. Ko'pchilik aytishga jur'at qilmaydigan savolni beradi. Qaytishingizga sabab hali ham uni sevishingizmi yoki uning boshqa biri bilan baxtli bo'lishini ko'rolmayotganingizmi? Bu qismdagi eng chuqur o'yga soladigan narsa shuki, ko'p fojialar yomon niyatdan boshlanmaydi. Ular yashirishdan boshlanadi, rostini aytishdan qo'rqishdan boshlanadi, boshqa odam o'rniga qaror qilish odatidan boshlanadi. Robiyani kuchsiz deb o'ylab, undan haqiqat yashiriladi. Holida koyilishdan qo'rqib, qarzini yashiradi. Zarina yomon ko'rinib qolmaslik uchun uzoq jim yuradi. Sevara esa hozirgi muhabbatga ishonmoqchi bo'lgani uchun ko'p narsani ichiga yutadi. Lekin sir qancha ko'paysa, yara ham shuncha kattalashadi. Menimcha, bu qism qoldiradigan saboq juda aniq. Oilada bir-birini yaxshi ko'rish, bir-birining o'rniga hamma narsani hal qilish degani emas. Ba'zan odamga eng kerak narsa haddan tashqari himoya emas, balki eshitilish, hurmat qilinish, haqiqatni bilish va keyingi qadamni o'zi tanlash huquqidir. Rost gap boshida og'ritishi mumkin, lekin uzoq yashirilgan haqiqat ishonchning o'zini yemirib yuboradi. Shuncha voqealardan keyin Robiya yana Komilga ishona oladimi? Holida qarz tuzog'idan vaqtida chiqib keta oladimi? Nodir Zarinaning yonida turishga yetadigan jasorat topadimi? Hoshimjon hozirgi baxtini tanlaydimi yoki yana o'tmish uni ortga tortadimi? Siz bu qismda qaysi qahramonga ko'proq achindingiz? Kimdan ranjidingiz? Kimga achindingiz va kimning o'zgarishini eng ko'p kutyapsiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, birga muhokama qilamiz. Dushman kelin 118 qism prevyusi va tahlilini tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Videoni yoqtirishni, do'stlaringiz bilan ulashni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qismda ko'rishguncha balki endi sirlarning yashirinishga joyi qolmas.